أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Biz yuqorida Alloh subhanahu va taolaning fazl ihsoni va inoyati bilan at-tafsirul muyassarning uzun darsimizni davom qilgan bo'lib, İbrahim surasi 25 oyatga to'xtab qolgan edik. Shuning uzun yana darsimizni davomlashtirishga tirishimiz. A'udzu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. صدق الله العظيم. Ayet-i Kerim'nin kısaca Uygur tercümesi.
Parvar, Parvardigarning izni bilan vaqt-vaqtida meva berib turadigan esil daraxtga o'xshaydi. Alloh kishilarga va'z-nasihat olsin deb ularga nurg'un tamsillarni keltirdi. Yomon so'z, ya'ni kufr kalimasi, zamindan qo'mirib tashlangan hech qanday qarori yo'q nachar daraxtga o'xshaydi. Alloh mu'minlarni mustahkam iymon bilan dunyoda va oxiratda mahkam turg'izdi. Alloh zolimlar, ya'ni kuffarlarni gumroh qiladi. Alloh xolig'ini qiladi. Allohning bergan ne'matiga kufrlik qilgan va o'z qavmini ozdirish bilan halokat mavqesiga tushirib qo'yganlarni ko'rmadingmi? Halokat mavqesi jahannamdirki, ular jahannamga kirdi. U nima degan yomon joy? Ular kishilarni Allohning yo'lidan, ya'ni islom dinidan ozdirish uchun Allohga nurg'un butlarni sherik qilib oldi. Ularga dunyoning ne'matlaridan bahramand bo'ldinglar. Shubhisizki, sizlarning boradigan joyinglar do'zaxdir degan. Mo'min bandilarimga aytdimki, ular namozni ado qilsin. Oldi-sotdimi, do'stlikmi bo'lmaydigan kun, ya'ni qiyomat kuni kelishdan burun biz ularga bergan mol-mulkdan yushurun va oshkora yusunda sadaq qilsin. Allah osmonlarni va zaminni yaratdi. Bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. Yomg'ir suvi bilan sizlarga rizq qilib, nurg'un mevalarni o'stirib berdi. Allah sizlarga o'z amri bo'yicha dengizda qatnaydigan kemlarni bo'ysundirib berdi. Sizlarga daryolarni bo'ysundirib berdi. Sizlarga oy bilan kunni tartiblik davri qilib turadigan qilib bo'ysundirib berdi. Sizlarga kecha bilan kunduzni bo'ysundirib berdi. Xo'sh. Tu'ti ukulaha kulla hinin biizni robbiha. Tu'ti thimaraha kulla vaqtin biizni robbiha. وكذلك شجرة الإيمان أصلها ثابت في قلب المؤمن علما واعتقادا وفرعها من الأعمال الصالحة والأخلاق المرضية يرفع إلى الله وينال ثوابه في كل وقت ويضرب الله الأمثال للناس ليتذكروا ويتعظوا فيعتبروا. Bu yuqorqi tilga ilingan bu daraxt shajara tayyiba o'zining har vaqt Parvardigorining ruxsati bilan mevasini beradi. Shunga o'xshash iymon daraxti shundaqki, bu iymon daraxtining asli yildizi mu'minlarning qalbida amaliy jihatda va e'tiqodiy jihatda mustahkam sabitdir. Onun şahşıqları olsa yaxşı amal va Allah rozi bo'lgan go'zal axloqlardan iborat. Buning shexi Allohga ko'tariladi va uning savob ajriga yetadi. Har vaqtda uning savobi netinsiga erishib turadi. Allah insonlar uchun mana shundoq misollarni keltirib berdi. Ular har davom g'aflat bo'lib qolmay aslab tursin uchun, panda nasihat olsin uchun va undan ibrat dars olsin uchun. ومثل كلمة خبيثة وهي كلمة الكفر كشجرة خبيثة المأكل والمطعم
وهي شجرة الحنظل اقتلعت من أعلى الأرض لأن عروقها قريبة من سطح الأرض، ما لها أصل ثابت ولا فرع صاعد، وكذلك الكافر لا ثبات له ولا خير فيه ولا يرفع له عمل صالح إلى الله. Kelime habisinin okşi, o kelime habisken küfür kelimesi. Bu olsa naiti yiyişligi ve temi naiti naçar, çirkin demiş. Bir darak okşaş. O olsa handal degan bir darak. Handal bir sahralıda, kumluqlıda, çöllerde üsüp kaladigan kichikkina bir xil tavuz şekilde meyvesi oladigan ammo naqadar achchiq bu yeg yeyilib uzun shundoq yetib turadigan mushundoq bir nimani handal deydi ekan. Buçu o'simi handal degan daraxt. Bu naqadar achchiq bir daraxt ekan. Buni achchiq ekan buni mevasi. Bu xil nima bu xil daraxt bo'lsa zaminning ustidan uning tub ildizi yulib tashlangan. Chunki uningki yıldızları olsa yerning ustiga pek yaqin. Onun uchun mustahkam yer bilan irmon chirmon bo'lib, yer bilan o'zishib ketgan sabit bir yıldız yo'q uning. Va uning yuqoriga nihoyatda baraxsan bo'lib o'sib turgan, yuqoriga o'rlab turgan shox-shumbullar ham yo'q. Va shunga o'xshash kafir demak, uning uchun vala yıldız yo'q, vala uning uchun bir yaxshilik kombinatsiya yo'q. Vala uning uchun Allohga o'rlaydigan yaxshi amali ham yo'q, Alloh ko'taradigan. Kafir mana shunga o'xshash deydi. Yusabbitullohu allazina amanu bil qawli al haqqir rasikhi. وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما جاء به من الدين الحق يثبتهم الله به في الحياة الدنيا وعند مماتهم بالخاتمة الحسنة وفي القبر عند سؤال الملكين بهدايتهم إلى الجواب الصحيح ويضل الله الظالمين عن الصواب في الدنيا والآخرة ويفعل الله ما يشاء من توفيق أهل الإيمان وخذلان أهل الكفر والطغيان. Allah Azze ve Celle ellezine amenu yani Allah subhanahu teala'ga haqiqiy ravishda iymon keltirganlarning o'zini sabit tavranmas mushundoq qiladi. Ne bilan mustahkam haq so'zlan. U o'sim qaysi la ilaha illalloh va anna Muhammad Rasululloh degan mush kalimning yuzga kelma shahodatning o'zi. Mushni o'zi mustahkam qiladi. Va ahdin epkagan narsa mustahkam qiladi. U qavlul haq ar-ras qaysiti ahdin epkagan narsa o'ziti. Mushning uzla mushning mustahkam qiladi. Alloh ularni mushu kelim bilan, mush haq so'zlan qanday qiladi? Hayatı dünyada sabit tavranmas har qandaq bo'ron chapqun, har qandaq shundoq ta'turquzun kunlarning uzdimi, qarang kunlarning uzdimi, shundoq shiddatlik yomon kunlarning uzdimi, Alloh ularni sabit tavranmas qadamda qiladi. O'lganda ham yaxshi oqibat, eng nimasidan güzel bir oqibat bilan shundoq qiladi. Ularni sabit qiladi. Kabirde hem bu iki munkir nekirden ibaret bu iki periştenin sual kançakda hem ularını doğru cevap beraleydigan muşundak bir mustahkem kıldı Allah subhanahu wa ta'ala. Ama zalimlarni bu hildeki dünya ahiretki bu hak, durus ve savabdan uzaklaştırmadı. Allah ehli imandan
va kufr tug'yan ahlininki nimasidan ahli iymonni ato qilishdan iborat. Ahli kufr va tug'yonni, kafir va adnashgan, chekinashgan tag'i, bag'iyning o'zini o'z tashvitishlan olan şu tashvitishdan iborat. Mushu narsaning o'zini Allah xohlagan bo'yicha qiladi. ألم تنظر أيها المخاطب والمراد العموم إلى حال المكذبين من كفار قريش الذين اختاروا الكفر بالله بدلا عن شكره على نعمة الأمن بالحرم وبئسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيهم وقد أنزلوا أتباعهم دار الهلاك حين تسببوا بإخراجهم إلى بدر فقتلوا وصار مصيرهم دار البوار وهي جهنم يدخلونها ويقاسون حرها وقبح مستقرهم. Ey muhatap, qarab baxmamsan, maqsad bundan bütün umum maqsad. ألم تنظر أيها المخاطب والمراد الأموم إلى حال المكذبين. Ey qarab bakçı, qarab bakmamsan yalgancılarının, yani Allah'ın Resulü'nün yalgan çıkargan bu xil mukazzibillarning hali qarab bakmamsan. O mukazzibillar kimdinti? Bular Quraysh kafirlerdinti. Muşani hali qarab bakmamsan. Bular Allah olgan küfürni afzal sanadı. Küfürni tanladı. Allah'a şükretişinin bedeli de. Allah'a şükretişinin ornu da bulucu küfürni ihtiyar kalla. Bu haremdeki emni ve amallıktan ibaret bu nimetke. Ve Peygamber aleyhissalatu vesselam'ni aşılarının içinden peygamber evet kendini ibaret bu xil alaydı nimetke şükür etişinin bedeli de bula küfrün tanlagan bu Kureyş kafirlerinin halı qarab baxmamsan. Bu Kureyş kafirleri özlerinin egeş güçlerini daril halakka yani veyran buluş, e, mağlup buluş, bu xil parakançık duç keliş bununla düşedi bula. Özünün egeş güçlerini daril halak düşedi. Bular qandaq olub bu holat tushirib qo'ydi desa, Badr kuni ularni qiziqtirib bularni chiqarishlar billa. Shundan bular o'ldirildi bu agash kuchilari. Bularning oqibati daril bavar halak. Daril bavar yani halak demek. Bunun o'zi cehennem. Yani bular o'zining agash kuchilarini cehennem qappadi. Netin shu oldu. Ularning akıbeti meselesi Darül Bavar oldu be kişilerinin. O Darül Bavar gen ne dese cehennemde muşa kappadı. Muşun sebep oldular. Kirdi bula bu cehennem kirdi ve cehennemden en hararet cihette en çıkı etken muşundak bir cehennem yüzü kirdi. Ve kabuhal mustakar bu cehennem nemi degen set neme degan shunda qo'rqinchliq ya bu ha va qabuhal mustaqarru va yomon nima degan nemisat qilyapti bu nimani bu mustaqar ya'ni yoki sat bo'ldi mustaqar bularning qarorgohi ya'ni ulardan bu jahannam degan o'rni nima yomon nima yomon bo'lib ketdi bu degandek bu yerda faula har qanday fil paula bobidan kelib qolsa ba'zi taajjub ma'nosini aytilgan ishlar bor. Masalan, kaburat kalimatan taxruju min afwahim degandek. Nima cho'ng qilyapti? Kaburat kalimatan bir kalimaniki
Tahrucu min afvahim. Bularning og'zidan chiqadigan bu kufr kelimasidan iborat. Bularning og'zidan chiqqan kelim nima cho'ng qilyapti degandek. Bu yana o'zini shunday bir taajjub ma'nosini uqtirib keldim bunda kelimlar, mahil iboratlar. وجعل هؤلاء الكفار لله شركاء عبدوهم معه ليبعدوا الناس عن دينه قل لهم أيها الرسول استمتعوا في الحياة الدنيا فإنها سريعة الزوال وإن مردكم ومرجعكم إلى عذاب جهنم. Bu kafirler Allah subhanahu wa ta'ala üçüncü nurgun ortak şeriklerini kıldı. Bu kafirler bu şeriklerge Allah bilen billa ibadet kılıp çokunuş başladı. Kolçuluk kıldı. Kolçulukunu Allah bilen billa yani bu şeriklerini Allah'a ortak halda ibadet kıldı. Ne için insanlarını Allah'ın dininden uzaklaştırış için ulağı deyin ki Peygamber Aleyhisselam hayat dünyada özanlığınki keyfini boyunca yaşanla. Özanla halıgan boyunca huzur halavetlenip hayat dünyada yaşanla. Dep buna da bir xil tehditni öz ilvazda buna da hayat dünyada keyfinla boyunca yaşanla. Halıgan boyunca huzur halavetlenla. Çokum bu dünya olsa zayılışına tızla. Azgına bir vakit tügeydi bu. Yaşanla hakkında kançık yaşaysılar. Degende. Çokum sizlerninki kaytıdığan ve ahirde sizlernin barıga yerin olsa cehennemnin azabıga. Ama bunu esnanıldan çıkarıp koymayan halda dünyada keyfini sürünla. Kul eyyuhar rasulü li'ibadiyellezine amenu يؤدوا الصلاة بحدودها ويخرجوا بعد ما أعطيناهم من المال في وجوه الخير الواجبة والمستحبة مسرين ذلك ومعلنين من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي لا ينفع فيه فداء ولا صداقة. Degine Peygamber Aleyhisselam menen mümin bendilerim ki namazını bula öz hududi, öz çek çegirs içide ölçemlik cayda ada kıladigan mümin bendilerim degen. Ve biz ulanı biz begen malının bazısını çıkırdıgan Mıynak yaxşılık vacip bolgan ve mustahap bolgan, meyli o aşkar olsun, meyli yuşurum bolsun, biz bägen näsinin bäzisini çıkırdıgan mıynak mümin bendilerimge degen. O nimede kıyamet günü kelişten burun ki bu asqatmaydı, paydı kılmaydı da bu kıyamet günü işkanda pidya veriş. Va hech qanday do'stlik, yorenchilik, hech qanday asqatmaydigan, hech qanday pidya, to'lam foyda so'nmaydigan mush kun kelishdan burun mush shu xildagilarga shuna degin. Allohu Teala الذي خلق السماوات والأرض وأوجدهما من العدم وأنزل المطر من السحاب فأحيا به الأرض بعد موتها وأخرج لكم منها أرزاقكم وزلل لكم السفن لتسير في البحر بأمره لمنافعكم وزلل لكم الأنهار لسقياكم وسقيا دوابكم وزروعكم وسائر منافعكم. Allah andak bir zat ki asmanlarını yarattı ve zemin yarattı. Bu ikisini yoktan icat kıldı. Yoktan asla yoktu. İkisini peyda kıldı. Buluttan yağmurlarını düşerdi. O yağmurlar bilen zemin kurup kakasup ölgen
keyin bu quruq qog'oz ziminni ko'kartib, yupyeshil yeşil baraqsan qilib buni jonlantirdi. Sizlar uchun bu o'lik ziminni tirildigandan keyin sizlarga mushu ziminning o'zidan nurg'un yemak-ichmak, sizlarning rizqinglarni zamindan chiqarib berdi. Sizlar uchun parxutlarni bo'ysundirib berdi. Yani bu parxutni alayda Alloh subhanahu va taoloning hikmet ilahi hem şunda kadir hemmiga kadir şunda bir kuş kudret sahibi ekanligini uqtirib turgan alayda bir delil var da bu parxutning o'zida. Qarab baqsaq bu masalan parxut tümürden bo'ladi. Tümür normalda bu çümüp ketgan suga kirganda. Bu suv bilan bu jismning orasiga munosabat qanday desa, qanday bir jismki masalan suv tashlamoqchi bo'lsak, shu jism bilan ay jism ishg'ol qilganing o'zidagi suvning o'zini ay jism bilan taroziga solsak, qaysi egri kelsa shu tushib ketishi aniq. Agar shu suvning o'rnini kashal qilgan, ishg'ol qilgan jism suvdan egri bo'lib qolsa tushib ketadi. Agar u suvdan yengil bo'lib qolsa laylaydi. Ammo qarab baqsak bu parxod u o'zi kashal qilgan, ishg'ol qilgan yerning o'zidagi suv qaraganda bu suvdan u yerning suvi egri. Ammo bu laylaydi mangadi. Nima uchun deganda Alloh subhanahu va taolo bu hozirgi ilm fan ahli uchun, hunar sanoat sohiblari uchun bu parxod dengiz qatnashlarining o'zining hammani beliqni uliga qilib berganda, bu beliqning qonida bir xil yaldan deb bir narsa bor ekanda, shundoq havoni bir sho'miriydi ekan, bu sharg'usha shundoqlab bilan bir havo qochilgan ichiga lappiliklan bu yerda tushib ketmay uzalaydi ekan. Sho'ng'imoqchi emas, sho'ng'iy olaydigan suvni ostiga, suvni ustiga chiqmoqchi, chiqalaydi ekan. Demak bu parxodning o'zimi shunga o'xshash bir har qanday bu parxod cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, yaldan bor demakda. Agar shu yaldanlik yal chiqib ketsa, shim ketadi. Demek Allah subhanahu wa taala bu deniz qatnashlari parxod va uning o'xshashlariga Allah subhanahu wa taala bundan burun bir örnek beliqdan iborat, deniz mahsulotlaridan iborat, deniz hayvonlaridan iborat bu xil nimanecho bir örnek yaratib berdi. Onun qarab ilim fan sanoat egillari, kashfiyotchilar beliq qarab bu deniz qoral qatnashlarini yasagan bo'ldi. Hava qatnashlarını o'zini qush qarab, ucharlar, qush qarab, buni Alloh subhanahu va taolo o'rgatib berdi. Qurg'oq qatnashlarining o'zini masalan odam va charpay qarab, poyuz va uningdan boshqa har xil ma'qil nimani hozirgi kashfiyot ning natijasini ilan buni o'xshash yerni nimlab yer beg'irlab mangdigan mandaq hasharat buni qarab yasagan bo'ldi. Demek hemmisi Allah subhanahu wa taala hamma narsa uchun oldin ola bir ulgi qilib berdi demek. Shuning jumlasidan bu parxod va zallalakumus supuna, ya'ni bo'ysundirib berdi Alloh subhanahu wa taolo sizlar uchun parxodni. Bu bu beliq nima? Bu parxod dengizda Allohning buyrug'i bilan sizlarning foydanglar uchun, ma'sun uchun Allah subhanahu wa taolo sizlar uchun parxodni bo'ysundirib berdi. Va bo'ysundirib sizlarga o'stanglarni, daryo o'stanglarni o'zini sizlarning bir suvdan foydalanib, sizlarni sug'asin uchun, sizlarning charpaylaringlarni, hayvonlaringlarni sug'asin uchun, sizlarning zabt ziroat va undan boshqa bog' bo'stonlaringlarni, boshqa manfaatlaringlarni sug'asin uchun o'stanglarni bo'ysundirib berdi. وَزَلَّلَ اللَّهُ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَفْتُرَانِ عَنْ حَرَكَتِهِمَا لِتَتَحَقَّقَ الْمَصَالِحُ بِهِمَا وَزَلَّلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَتَسْتَرِيحُوا وَالنَّهَارَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَتُدَبِّرُوا
maişekum. Allah subhanahu wa ta'ala sizler için ay ve künni bu ikisi öz hareketinden boşaşmaydıgan ta ila yevmil kıyamet kadar boşaşmaydıgan muşundaq şekilde maydak davran qıp turgan bu ay kunni hem boysundurup ki eğer öz ihtiyari Allah maydak boysundurup bermese muş öz ubritida özün ukuda muş şekilde sen boysunmangsan dep Allah bunu buyruq tushirib alayda farmon tushirib moyndaq buni sistemlab intizomlashtirib bermasa öz harakatiga öz ixtiyori qo'yyotsa balkim bu ay kunlar balkim zaminga yiqilish qilish mumkin. Azraq yiqilishib ketsa butun yer sharimiz o't ketishi aniq uni yangi ilm olimlari isbotlab bo'ldi. Azraq jijroqlab ketsa buni butun yer shardagi butun narsalar qattiq muztonlab ketishi mumkin. Alloh subhanahu taolo zamindan 350 hassa cho'ng bo'lgan bu kunni bizga bo'ysundirib berdi. Bizga namoz, ro'za va boshqa bizning har qanday yashamimiz uchun bu masalan oyni ham shundoq cho'ng bir jismning o'zini bizning shu namoz, ro'za, ramazon, ilm berim, haj va undan boshqa butun bizning hayot dunyoning o'zi uchunchu bizni bir vaqt, bir soat da bu shundoq bir cho'ng jismni biz uchun shundoq bir soatning o'rnida bundoq bir bekitib berdi Alloh subhanahu taolo bizning ibodat amallarimizni joy-joyida qilib olishimiz uchun. Demak, Alloh subhanahu taolo sizlar uchun oy va kun bo'ysundirib berdi. Hargiz bu ikkisi ashvoi, o'z xohlagan, o'z istagan tariqada harakat qiladigan emas. Bu Allohning qudrat ilohiylari mangda bu ikkisi. Ta Alloh to'xta degan muddat qadar davom qiladi. Hargiz bu ikkisi o'z harakatidan suslashib qolmaydi, herib qolmaydi. Nima uchun? U ikkisilar butun insoniyatning foyda manfaatlari amillashsin uchun. Alloh subhanahu taolo sizlar uchun kechini ham yaratib berdi. U kechichu kunduzi erib charchab holsizlangan mandaq bir erib charchashni o'zi ketib u yerda bir rohat, sukunat olsin uchun, bir orom olishinglar uchun. Ve kündüzü şuna boysundu. Allah'ın fazl-ı kereminden bir rızık talep kılış için zeminde sayı içtihat kılıp soda, elim setim, ticaret, onun başı tarihçilik, bakmacılık, ve başka işler, inşaat, hüner sanat, muşların uzun uzun hemen kündüzü, muşu hech qanday badalsiz bizga yenib turayotgan mush chiroqninki mush nurninki nur bilan mush yorug'lik bilan bir mushlar bir tirikchiligini o'ngishli bajarvosin uchun deb Alloh o'z fazlidancho kunduzni ham bizga musaxxar qilib bo'ysundirib berdi. وَتُدَبِّرُوا مَعَيْشَكُمْ Vaslarının hayatı dünyadaki tirikçiliklerinin üzerine oңuшлuk, tedbir elvasın için, yaxşı onun idare kılsın için Allah Azze ve Celle bir yerde qanday qildi? Keçini şunda bir rahat eliş için bir vaqt qilib berdi. Keçinin qarаңғысы ve күндіздің yorug'ligini biz uchun shunday bizning foyda manfaatimiz uchun Alloh subhanahu va taolo buni nurliq qilib berdi. Xo'sh, buni da masalu kalimatin xabisa. Bunun teşbih mursal, mujmal bu. Ayet-i balagat. Teşbih mursal deganligimiz ayada masal, misl, masalan, shib muhaki, mudahi, keenne degandek harfler olgan. Kab mesela. Hammasi nima deganda bu odat tashbih deydik balog'atda. Bu yerda odat tashbih bor, olsun masal deb iborat. Bu odat tashbih boshqa mursal deyildi. Buning vajh shabah bayon qilinmag'ach bu mujmal bo'ldi. Bu yerdagi tashbih mursal va mujmal deyildi. Allah subhanahu wa taoloning qul tamatta'u degan o'zi bir tahdid va vaidni o'ziga amri. O emrin hammasi buyruq olmaydi. Biz bunu bir degandek qarinadan mutlaq xoli bo'lgan chog'da amri mutlaq kelgan chog'da vujud nuqturdi. Agar undaq
Bir qarinlan bo'lsa, shu qarinnanki yo'linishi bilan bo'ladi. Buna da emir demek bazı tehdit için mi keladi degan chiqdi. Emir taciz için keladi. Emir tasviye için keladi. Emir ibahat için, nedb için degandek va bir necha 16 xil ma'nosi va shundoq nahiyna shundoq bir qul tamattau degan bu emir tahdid va vaid uchun. Xo'sh, darsimizning davomi keyingi soat bo'ladi. Va axiru da'vanan alhamdulillahi robbil alamin.